Assalomu alaykum usta, yaxshimisiz aka? Alaykum assalom. Ishlar bo'lyapti, charchamayapsizmi aka? Yaxshi. Nechta kabel tushdi aka paytga? Albatta kabel sanovi yo'q. Aka sizga bitta savolda bilganlar, bilmaganlarga shu hozir duol o'yib tashlabsiz aka. Kabel o'rnatibsiz. Bu tevada ham mana gipsokartonga o'rnatibsiz mana korobka qilib, kabelni kalibga. Xo'p, endi shuda duolga o'rnatganingizda qanday foydasi bo'lardi? Duolni o'yganingizda qanday foydasi bor kabeliga? Endi xullas sizga aytsam, mana narsa shtraba deyiladi. Shtraba deyiladi. Bu hozir yashaydigan xonadonda bu. Bular klientlar aytadi, kabel kanalda olib o'ting deydi. Kabel kanal endi mana shu kabel kanal. Kabel kanalda foyda zararli tomonlari. Endi biz buni iloji olib o'tganmiz, bitta to'sin bor, gipsokardon ko'p to'qilgan. Iloji joyini kabel kanal olib o'tganmiz. Shtrabani foydali tomonlari. Benim klientim kabel kanalda olib o'tganligini bilmadi, chunki bu shtrabada foydasi ancha ko'p. Samarqandda degan so'z bor shtrabada. Bu shtrabani ichida kabellar qizimaydi. Ma'lum miqdorda o'zimiz sovutib turadi. Samarqandda deyiladi. Xavfsizlik uchun-da? Biragilar ichidan kabel uzilib qolsa-chi degan savol beradi. Kabel uzilmasligi uchun o'zining raqamlari bor. 2, 2, 4, 3 har xil kabellar bor. Iloji boricha bunga nagrushka ko'pligi uchun shunda yo'g'on kabellardan tashlanadi. Hozir ustaga nechilik kabel tashlagansiz mana shuga? Xullas bularda har xil. Hozir raqamni aytsam hech kim tushunmaydi. Xullas yo'g'on kabel tashlanadi. Shu tevasida bo'lamiz. Shu tevasida kabel tashlanadi. Antenni ko'tarish kerak. Ayniqsa qish kunida nagrushka kuchli bo'ladi. Ko'tarish ana shunda kabellar shu ichida, shtrabanchida uzilmaydi, uzilish paydo bo'lmaydi. Endi batda eski kabellari o'ta ingichka ekan, 2 tiqishgan ekan, uzib olib tashladi. Yoqmaydi. Xullas, mana shu narsalarda shunday bo'lyapti mana. Endi javob. Gap yo'q, bo'laveradi aka. Ustaga ishingizga omad. Keyin sizga oxirgi savolim aka. Shu uyga montaj qilayotganlarga qanday tavsiya qilasiz? Shu o'yib qo'yishni tavsiya qilasizmi? Yo'qroq shtrabada yaxshi, chunki biz Rossiyada ham shtraba bilan shug'ullanamiz. Kabel kanal kam ishlatamiz. Shtrabada ancha foydasi ko'p. Bo'pti aka, ishingizga omad, charchamang. Sog' bo'ling.